Shahram G'iyosov og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonlik taniqli bokschi Shahram G'iyosovning 2 yoshli qizalog'i vafot etdi. Bu haqda bokschining Instagram'dagi muxlislar sahifasida xabar berildi. Manbaga ko'ra, bir necha kun avval bokschining qizi olamdan o'tgan. Hozircha chaqaloqning o'lim sabablari ma'lum emas. Qayd etish joiz, 31 yoshli Shahram G'iyosov 12 aprel kuni AQShning Nyu-Jersi shtati Atlantic City shahrida tashkil etiladigan Prof Box oqshomida ringga ko'tarilishi belgilangan. Uning bo'lajak raqibi nomi hozircha ma'lum qilinmadi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.